Assalomu alaykum hammaga. Demak, bugungi darsimiz 15-darsimiz avtomatlashtirish va qoida yaratishga bag'ishlanadi. Bundan oldingi 14-darsimizda biz ikkita kichkina bo'limni ko'rib chiqqan edik. Kategoriyalar, ya'ni tovarlarni kategoriyalarga bo'lish va klientskiy bazada klientlarni hududlar bo'yicha kategoriyalarga bo'lishni ko'rib chiqqan edik. Bugungi 15-darsimizda biz avtomatlashtirish bo'limini ko'ramiz. Ya'ni bu yerda avtomatlashtirish qanaqa amalga oshiriladi? AI Copilot, ya'ni sun'iy intellekt qanaqa построить qilinadi, ya'ni biznesingizga moslanadi, o'qitiladi va varonkalar o'yini almashtirganda doimiy harakatlarda qanaqa qilib yangi qoidalarni qo'shish mumkin. Shu haqida gaplashib o'tamiz. Demak, birinchisi AI Copilot, ya'ni bizning sun'iy intellektimiz. Bu nimaga kerak? Sun'iy intellekt CRM programmasida ikki xil bo'lishi mumkin. Ya'ni operatorga yordam beradigan sun'iy intellekt va ROPga, ya'ni rukovodитель отдел продажga yordam beradigan sun'iy intellekt bo'lishi mumkin. Sotuv bo'limi rahbariga yordam beradigan sun'iy intellekt bu qanaqa qilib yordam beradi? Demak, operator mijoz bilan gaplashganda uni qo'ng'iroq yozib olinadi, ya'ni zapis bo'lib keyin programmaga tushadi va rukovodитель отдел продажga yordam beradigan AI bu zapisni eshitib kichkina xulosa berishi mumkin, ya'ni operator o'zini qanaqa ko'rsatgani haqida va undan tashqari yozuvlar yozishgan bo'lsa operatorlar Telegram, Instagram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ularning summarnisini chiqarib berishi mumkin va undan tashqari kunlik hisobotlar ham berib borishi mumkin. Ikkinchi xil sun'iy intellektimiz, ya'ni biz hozir shu yerda ko'radigan sun'iy intellektimiz bu operatorlarga yordamchi assistent sifatida ishlatishga mo'ljallangan va ayrim hollarda operator o'rnini bosishi ham mumkin. Qanaqa holatlarda? Misol uchun operatorga juda ham ko'p murojaat kelib tushganda ulgurolmay qolgan paytlarda yoki operator ishda bo'lmagan vaqtida operator o'rniga mijoz bilan suhbat davom ettirishi yoki operatorning o'rniga lidlarni varonkadan varonkaga ko'chirish harakatlarini bajarishi mumkin. Demak, AI ni o'zini ko'rib chiqamiz. Demak, AI Copilotimiz qanaqa ko'rinishga ega bo'ladi? Demak, AI uchun bizga kerak birinchi ismi va qo'shimcha ma'lumotlar. Misol uchun toni gapirish, toni qanaqa, jinsi qanaqa va sotuv strategiyasi. Ya'ni biz bu yerda sotuv strategiyasi kiritishimiz kerak bo'ladi. Undan tashqari biz yaratmoqchi bo'lgan AI ga bilim bo'yicha cheklov berishimiz mumkin va ruxsatlar berishimiz mumkin. Cheklov qanaqa bo'lishi mumkin? Misol uchun bu yerda kompaniya haqida ma'lumot kiritishimiz kerak bo'ladi. Keling, kompaniya nomini yozamiz. Lito Groups. Va kompaniya haqidagi ma'lumotlar. Shunga o'xshash ma'lumotlarni kiritishimiz mumkin. Bu nima kerak bo'ladi? Bu mana shu yaratmoqchi bo'lgan AI'miz bizni kompaniya haqidagi ma'lumotlarga ega bo'lsa, ya'ni tarixi, necha kishi ishlashi, qanaqa bosqichlarda amalga oshirishi, bitimlar qanaqa tuzilishi, kompaniyaning nomi, belgilari, brendlari haqida ma'lumotga ega bo'ladigan bo'lsa, demak u xuddi tirik operatordek javob berishiga foyda berishi mumkin bu informatsiyalar. Bu yoqda bizda ruxsat berilganlar qismi. Nimalar ruxsat berilgan? Biz opsiyalar kiritganmiz bu yoqda. Ya'ni opsiyalar narx aytishga ruxsat berilgan, misol uchun mavjudligini tekshirish. Ya'ni invertordan biz bermoqchi bo'lgan tovarni, misol uchun klient so'ragan taqdirda invertordan tekshirib beradi. Ya'ni bizning skladda mana shu tovardan nechta qolgan, o'zi qolganmi yo'qmi? Agar qolmagan bo'lsa, shunga o'xshash ikkinchi yoki uchinchi tovarni maslahat qilib klientga ko'rsatishi mumkin. Uchinchi ruxsat berilgani uchrashuv belgilash. Agar klientga AI bilan suhbat yoqsa va u mahsulot sotib olish uchun uchrashmoqchi bo'lsa, bunda sun'iy intellekt o'z ofisga keladigan kunni belgilab, uchrashuv vaqtlarini belgilashi mumkin. Bunga ham ruxsat berilgan. Undan tashqari AI buyurtma qabul qilishi mumkin.
muchashuvga kelmasdan birdaniga AI orqali mahsulot sotilganda bu buyurtma zakaz sifatida ya'ni misol uchun dostavkaga chiqarilib yuborilishi ham mumkin. Bunga ham ruxsat berilgan. Va misol uchun klientimiz yetkazib berish haqida savollar berganda yetkazib berish ma'lumotlari, narxlari haqida ma'lumot berishi mumkin. Ikkinchisi, endi bu yog'i taqiqlangan narsalar. AIga nimalar taqiqlangan? Demak, biz chegirma va va'da qilish qismi AIga taqiqlangan deb berganmiz. Ya'ni agar misol sizni klientingiz, ya'ni mijozingiz qanaqadir chegirma so'rasa, katta miqdorda olgan paytida AI o'zidan o'zi chegirma berishga haqqi yo'q. Undan tashqari yuridik maslahatlar berishga haqqi yo'q, ya'ni tibbiy maslahatlar berishga haqqi yo'q. Va AIga raqobatchilar haqida savol berilganda ular haqida ham gapirishga haqqi yo'q. Bu opsiyalar ixtiyoriy, ya'ni o'zingiz qo'shimcha opsiya qo'shishingiz mumkin yoki mana shu opsiyalardan foydalanishingiz mumkin. Undan tashqari mijozdan qanaqa ma'lumotlarni olish mumkin mijoz uchun? Ya'ni narxlarni ayta olish. Narxlari mijoz narxlarini so'ragan narxlar haqida ma'lumot beradi, omborda bor yo'qligini ko'rishi mumkin. Ya'ni mijozning informatsiyalarini ham olish mumkin, ismlari bo'lishi mumkin, yashash manzillari. Ya'ni oldin mijoz qanaqa mahsulotlar bizdan olgan, mijoz tarixini tekshirib, bu haqida ma'lumot olish mumkin. Avtojavob bu qulay funksiya. U qachon kerak bo'ladi? Misol uchun operator klient yozganidan keyin 1 daqiqa, 2 daqiqa yoki bo'lmasam 10 daqiqa mobaynida javob bermasa, AI bu ishni o'z qo'liga oladi va mijoz bilan yozishni boshlaydi. Bu intervalni kamaytirish yoki ko'paytirish mumkin. Sekundda 50 soniyaga chizilgan kelimashni 10 sekund qilib qo'ysak agar, demak 10 sekund ichida operator klientga javob bermasa, AI o'zi avtomatik javob beradi. Va bu yoqda maksimal AI xabarlar limiti berilgan ekan 20 ta. Buni ham o'zgartirsa bo'ladi. Ya'ni 300 ta, 400 tagacha yozishi mumkin bemalol mijoz bilan. Buni bu yoqdan to'g'rilasa bo'ladi. Va bu yoqda yana qo'shimcha opsiyalar berilgan. Suhbat boshida AI ligini aytsinmi degan opsiya misol uchun o'chirilgan ekan. Bu yoqda nima bo'ladi? Demak, AI'imizning ismi Jahongir. Mijoz bilan yozish boshlaganda men Jahongirman, shu kompaniyada operatorman deb gapni boshlaydi. Lekin agar biz bu yoqda suhbat boshida AI'ligini aytishini majburlab qo'ysak, demak u boshidan AI'ligini bildiradi. Ya'ni mening ismim Jahongir, men AI yordamchiman degan holatda o'zini operator emas, balki AI'ligini mijozga bildirib o'tadi. Har bir operatorning ish vaqti bo'lganda bizni sun'iy intellektda ham ish vaqti qo'yish mumkin. Ya'ni misol uchun agar ish vaqtini tanlab qo'ysak, misol uchun kechqurun 6 dan ertalab 9 gacha, bu vaqt oralig'i odatda operatorlar uyiga dam olishga ketadi va shu oraliqda AI ish boshlashi mumkin. Agar bu yo'ni qismini o'chirib qo'yadigan bo'lsak, AI 24/7 ishlaydi. Undan tashqari ishonchingiz bo'lsa, operatorga uzatish, ya'ni klient, mijoz AI tushunmaydigan savollar yoki AI ikkilanadigan yoki javob bera olmaydigan savollar so'raganda, agar ularga mos javob bo'lmasa, operatorga suhbatni uzatadi. Ya'ni bundan buyog'iga operator klient bilan o'zi shug'ullanadi. Muqobillarni taklif qilish, bu boya tushuntirib o'tilgandek, agar inventarda, ya'ni skladda qaysidir ular xohlagan mahsulot qolmagan bo'lsa, o'rniga boshqa mahsulotlarni klientga taklif qilish funksiyasi, buni ham o'chirib yoqsa bo'ladi. Endi bu yoqda amallar, ya'ni qanaqa amal bajarish mumkin? Demak, oldin ko'rsatib o'tilgandek, doska qismida bizda nimalar bor edi? Bir eslab o'tamiz. Demak, bizda klient kartasi bor, baronkalar bor, doskalar bor. Ya'ni AI nima qilishi mumkin? Klient kartasi yaratishi mumkin, ma'lumotlar kiritishi mumkin. Mana shu klient kartasini baronkadan baronkaga olib o'tishi mumkin va doskaga olib o'tish yoki doska yaratish ham mumkin. Demak, biz shu funksiyalarni ko'rib o'tsak bo'ladi bu yerda. Ya'ni
Demak, amallar, dil yaratish, eslatmalar yaratish, ya'ni уведомлениялар, qayta telefon qilish yoki uchrashuvga chaqirish vaqtidagi uchrashuv belgilash. Dil yaratish, bu yoqda misol uchun ochiq tursa, demak yangi dil yaratolmaydi. Avtomat tursa, mijoz bilan gaplashgandan keyin avtomatik tarzda dil yaratishi mumkin. Tasdiqlash esa dil yaratishdan oldin operatordan so'raydi. Yaratsam bo'ladimi shu dilda degan. Eslatma yaratish ham xuddi shunaqa, uchrashuvlar, bu ham shunaqa, bitimlar, bu ham shunaqa, mijozlar ma'lumotlarini yangilash. Bu ham xuddi shunaqa holatda. Demak bu yoqda bitim taxtasi, ya'ni qanaqa bitim taxtalari bor bizda. Ulgurji savdo doskalarni ko'ryapmiz umuman. Qaysi birida ishlasin? B2B'da, ulgurji savdoda onlayn do'kon, ishlab chiqarish, qurilish, xizmat ko'rsatish, eski mijozlar bilan ishlash. Shu doskalarda qanaqa ishlash kerak? Har bir doskada bitim usullari berilgan, yangi dillar, qayta aloqa, sifatsizliklar. Ya'ni bu hammasi mana bu yoqda B2B'dagi varonkalar, ulgurji savdodagi varonkalar. Bu yoqda ham shunaqa. Ya'ni demak, mana bizni doskamiz business to business va undagi varonkalar nomlari. Ya'ni yangiliklar varonkasida ishlashi mumkin, qayta aloqa, sifatsizliklar varonkasida, mijoz boy berildi varonkasida ham ishlashi mumkin. Uchrashuv ustuni. Shu narsa bu ham qayta sotildi, mijoz boy berildi ishlashi mumkin. Kanal bo'yicha sozlamalar hozircha yo'q, lekin sozlasak bo'ladi bemalol. Misol uchun Instagram, Telegram yoki boshqa joylardan kelgan oqimlarda Excel yaratish mumkin. AI informatsiyadan foydalanib dokument yaratish mumkin, PDF fayl, sizning o'qishingizga qarab xohlagan turdagi hujjatlarni yaratish mumkin. Bu yoqdan AI o'chirib yuborsa bo'ladi, bu yoqdan esa saqlab qolsa bo'ladi. Va oxirida eng muhim qismi bu matn kiritish. Demak, siz ikkita narsa kiritish kerak. Kompaniya haqida ma'lumot, kompaniya tarixi, boshqa narsalar, soto skripti, ya'ni operatorlar doimiy gapiradigan narsalar kiritish kerak edi. Bu yoqda matnda esa kompaniya haqidagi chuqur ma'lumotlar, soto haqidagi chuqur ma'lumotlar kiritiladi. Ya'ni shu orqali siz o'zingizni yaratgan AI agentingiz xuddi haqiqiy operatordek ishlashni boshlaydi. Haqiqiy operator ishlash uchun, haqiqiy operatordagi ishlash uchun mana shu hamma nastroykalarni to'g'rilab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Bu yoqda hujjat qo'shishingiz mumkin, xohishga qarab. Demak, umumiy olganda biz hozir AIni o'zini ko'rib chiqdik, sun'iy intellektni, ya'ni operatorlarni ishlaydigan sun'iy intellektni ko'rib chiqdik. Bu yoqda bajarishlar jurnali bor. Ya'ni AI shu vaqt mobaynida qanaqa amallar bajargan va nimalardan iborat bo'lgan. Demak, shu vaqt mobaynida 861 ta amal bajardi. Любой amalni kirib nimaligini ko'rsak bo'ladi. Demak, mana o'tkazib yuborgan, mana bu yoqda amalga oshirgan. Demak, yangi leadga yangi value qo'shgan, ya'ni qanaqadir klient bilan gaplashganda qo'shimcha narsa oladigan bo'lsa, sotuv summasini o'zgartirib bergan. Bu yoqda ham bor, bu yoqda ham bor. Demak, bular muvaffaqiyatli degan, muvaffaqiyatsiz amalga bajarilgan, o'tkazib yuborilgan, mana ko'pchilik o'tkazib yuborilgan. Ya'ni bu so'ragan operatordan bajaring deb operator o'z qo'liga olgan, o'tkazib yuborgan. Muvaffaqiyatsizlik degani bajarganda amalga oshmay qolgan. Bajarilmoqda degani ayrim jarayonda, aynan hozir jarayonda bajarilayotgan amallar. Endi qoida qo'shish bu varonkadan varonkaga o'tganda leadlar ustida bajarilishi shart ixtiyoriy bo'lgan amallar ketma-ketligini yaratish. Oddiy tilda aytadigan bo'lsak, misol uchun sizga yangi lead kelib tushdi,
u bilan gaplashmoqchi bo'lib telefon qildingiz, lekin ko'tarmadi. Demak, uni olib qayta aloqa voronkasiga yoki qayta bog'lanish ko'tarmadi voronkasiga o'tkazishingiz mumkin. Mana bunaqa ko'rinishda. Misol uchun mana Jahongir Panjiyev yangilik kelib tushdi. U bilan telefon orqali gaplashdingiz. Ya'ni telefon qildingiz lekin ko'tarmadi va shu holatda uni ko'tarmadi qismiga o'tkazishingiz mumkin. Mana bundoq. Va shu paytda majburiy to'ldirish kerak bo'lgan maydonlar kelib chiqishi mumkin. Nima kerak? Misol uchun mana siz yangilikdan ko'tarmadiga o'tkazdingiz va sizga kerak bo'ladigan bitta narsa, xo'p, telefonni ko'tarmadi. Endi qachon unga qayta telefon qilaman degan joyda eslatma qo'shishingiz. Mana bugun gaplashdim, telefon qildim, ko'tarmadi. Qayta aloqa qilishim kerak. Qachon? Bugun ko'tarmadi, demak ertaga xuddi shu vaqtda tanlab soat 10 da deylik, misol uchun desangiz, demak sizga eslatma qo'shildi. Lekin shuni o'zini ham avtomatlashtirish mumkin. Mana bu soatda qanaqa qilamiz? Agar yangi qoida qo'shsak, yangiliklar qachonki varonkadan varonkaga o'tganda majburiy to'ldirish kerak degan maydonlar kelib chiqadi. Ya'ni misol uchun hozir Jahongir Panjiyevni telefon olmagandan keyin ko'tarmadi, varonkasiga o'tkazsam, bu yoqda o'zidan kelib chiqadi. Ya'ni qachon qaytib telefon qilasan, sanasini kiritgin degan majburiy maydon. Xuddi shunaqa maydonlarni yaratishimiz mumkin. Demak, avtomatlashtirishga o'tamiz. Hozir yangi qoidaga kiramiz. Nomi, demak, qayta biz hozir qonun qoida yaratyapmiz. Qayta aloqa yangi qonun qoidasi ekan, tavsif shart emas. Demak, trigger qachon ishga tushsin? Bitim yaratilgan paytda emas, bitim bosqichdan bosqichga ko'chirilsin. Misol uchun varonkadan varonkaga. Varonkadan varonkaga ko'chirilgan payt, demak, qaysi doskadagi bitimlar? Misol uchun B2B'dagidan ko'ramiz, ulgurji savdoni ko'ramiz. Ulgurji savdo doskadagidan ko'raylik. Qaysi ustundan boshlansin? Demak, yangiliklar ustunidan boshlansin bajarilishi. Qaysi ustunga tugasin? Ko'tarmadi, qayta aloqa ustunida tugasin. Demak, qachon qayta aloqaga chiqasan? Mana bundoq qilsak juda ham chiroyli. Demak, amal qo'shildi. Bu amalni saqlaymiz. Kamida bitta amal qo'shing debdi. Mana bitta amal qo'shaylik. Qo'ng'iroq qilish, CRMda bitim yaratish, bitimni boshqa ko'chirish. Mana endi saqlash. Majburiy maydonlar. Bu ham bor albatta. Demak, biz saqladik. Endi men tushungandayman. Demak, bu yoqda amal qo'shganimizda keling eslatma qo'shish, eslatma yaratish amalni belgilaylik. Eslatma yaratish. Kimga nisbatan eslatma yaratsin? Keling shu operatorimiz, ya'ni mana shu doskada ishlayotgan operatorimiz Bekzod Ismoilovga nisbatan amal yaratdik.
saqladik. Ajoyib. Ana endi amalni bajaryaptimi yo'qmi tekshirishga o'tamiz. Ya'ni doskaga kiramiz. Biz demak amalimizni faqatgina ulgurji savdo doskasiga mo'ljallab qayta yaratgan edik. Endi trigger yangilikdan qayta ko'tarmadida ishga tushsin degan edik. Demak chizganimizda agar mana talab qo'ydik, tayinlangan talab qo'ysak kirganda misol uchun xuddi shu tarzda ishlashni boshladi. Ya'ni misol uchun yangiliklardan qayta aloqaga o'tmoqchimiz. Operatordan so'rash kerak avtomatik o'zi qachon qaytib telefon qilasan degan joyda mana olib o'tsak so'rayapti. O'zi qachon qaytib telefon qilasan degan joyda mijoz ismi kim edi? Malika edi. Misol uchun Malika qiziqqan predmetni kirit. Bu yoqda sana kiritishi mumkin, qachon telefon qilasan yoki majburiy ya'ni maydonlarni to'ldirish kerak. Xo'p, oddiy tilda tushuntirganda nimalar qila olamiz avtomatik amallar bilan? Operator olib o'tganda vaqtini so'raydi. Qayta aloqaga misol uchun kursdan qayta aloqaga olib o'tdim gaplasholmaganim uchun. Programma qachon telefon qilasan deb vaqtini so'radi. Vaqtini belgiladim, o'sha vaqt keldi. O'sha vaqt kelgandan keyin oldin misol uchun oldinda o'ylab ko'radiga o'tkazdim. Chunki men gaplashdim, tushuntirdim, qiziqdi, bir o'ylab ko'ray dedi. Oldinda o'ylab ko'radiga o'tkazdim. O'shanda mendan yana so'raydi, maydon bu yoqda chiqadi. Nimalarga qiziqqanini yozib qo'ygan, qaysi predmetlarga, qanchaga sotmoqchi degan maydonlar kiritadi. O'shanda to'ldirib qo'yaman. Va o'ylab ko'rgandan keyin qaytib telefon qilaman, bog'lanaman va bo'ldi, men qiziqdim. Keling offline uchrashuv qilamiz degan joyda offline uchrashuvga qo'yaman. Shu yoqda yana bitta maydon chiqadi. Offline uchrashuv qachon belgilamoqchisan degan joyda offline uchrashuv sanasini belgilayman va sana yetib kelganda mana sariqaydagi qizlar menga уведомление beradi va men uchrashuv taklif qilaman, u keladi, mahsulot sotamiz. Sotganda o'tkazganda misol uchun nimalar qanchaga sotganini to'g'riladigan yana bitta maydon chiqishi mumkin. Buni ham avtomatlashtirsa bo'ladi. Shu ko'rinishda biz nimalarga ega bo'lamiz? Ya'ni qanaqa tovar sotib oldi, o'zi istoriyasini yaratib ko'raylik hozir. Mana saqlash. Demak fayl ham qo'shishimiz mumkin. Demak biz nimalar bo'ladi? Bizda eslatmalar, necha marta eslatmamizga keyin ko'rib turamiz. Faoliyat, qachon gaplashgan, mana bu yoqda zapislar ham bo'ladi. Nimalar muhokama qilingan, mana bu yoqda yozib borilgan bo'ladi. Tafsilotlar, mijoz ismi, oladigan tovarlari, qiymati, qaydlar qismida misol uchun yashash joyi bo'lishi mumkin. Mana bu yoqda yashash joyi bo'lishi mumkin. Ismi, qiziqqan predmeti, qiziqqan yo'nalishi, qiziqqan tovarlari. Ya'ni mijoz bir marta narsa sotib olganda sizning kompaniyangizdan mijoz haqidagi to'liq ma'lumotga siz ega bo'lib olasiz. Operator yordamida va programma yordamida. Bu yordamda siz mijozga doimiy murojaat qilishingiz mumkin. Qiziqishiga qarab vaqt kelganda qayta sotuvni ham amalga oshirishingiz mumkin. Demak, bugun biz siz bilan avtomatlashtirish bo'limini ko'rib chiqdik. Mana bular hammasi yaratilgan yangi qoidalar. Demak, AI haqida gaplashdik, qanaqa yaratish kerak. Buni jurnallarni tekshirdik, qoida ham qo'shib ko'rdik bitta doskaga. Demak, bu bizni 15-darsimiz edi. 16-darsimizda biz jamoa bo'limiga to'xtalib o'tamiz. Jamoa qanaqa yaratiladi, qanaqa qilib ularga rol beriladi, misol uchun bular hammasi haqida gaplashib o'tamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.